Sizlarga Farg'ona shahar markazidan eng zo'r lokatsiyasidan Novostroykadan 66 kvadrat maydonga ega 2 xonali kirib yashashga tayyor holatdagi zo'r uy ko'rsatamiz. Juda ham holatlari yaxshi holatda. Tashqarida o'zini parkovkalari, bolalar maydonchasi va eng muhimi yo'lga, katta yo'lga yaqin juda ham yaxshi hududda. Udini shundoq yonginasida 6 qavatli Novostroykaning 6-qavatida liftlar bor, ishlab turibdi. Kirib yashashga tayyor holatdagi juda ham shinamgina xonadon. Tashqaridan kirish qismlari, hol qismi bu ko'rishingiz mumkin. Juda ham holatlari yaxshi holatda, g'ishli dom. Kirishda oyoq kiyim va kiyim ilishga joylari mavjud. Birin-ketin xonalar bilan tanishamiz. Bu yerda yotoqxona ko'rishingiz mumkin. Kattagina 66 kvadrat, juda ham ikki xonaga kattagina va shundoqqina shaharni kuzatib turishingiz mumkin. Akvariumlarda va panjaralargacha qo'yib qo'yishgan. Va yonginasida mehmonxonasi joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Joy juda ham katta. Uyda faqatgina 3 ta narsa chiqib ketadi: televizor, kir moshina hamda yotoqxonadagi bitta shkaf. Qolgan hamma narsalari qoldiriladi. Ikkitadan konditsionerlarga ega yumshoq mebellar va yotoqxona mebellari ham, gilam pardalari ham qoladi. Deyarli kirib yashashga tayyor holatda. Ijara bersangiz ham juda ham zo'r variant. Shaharning eng qimmat hududi hisoblanadi. Udini ko'pchilik yaxshi biladi. Bu yerda esa juda ham katta oshxonasi ko'rishingiz mumkin. Oshxona jihozlari ham qoldiradi. Aytib o'tganimizdek, faqatgina bu yerdan stiralka chiqib ketadi xolos. Joy juda ham katta, dog' kontur o'rnatilgan. Uyda isitish tizimidan mutlaqo muammo yo'q. Hozir ham juda ham normal atmosfera bo'lib turibdi. Va bu tomonda umumiy sanzorni ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Kafelar qilingan, juda ham yaxshi holatda. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Shahar markazida Novostroyka domda 66 kvadrat maydonga ega 2 xonali kvartira va barcha jihozlari deyarli qoldirilyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, srochniy $44,000. Albatta, ozroq kam bor. Qiziqqanlar bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlarga bundan ham yaxshilarini ilishda davom etamiz.